Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Video yo'riqnoma juda bir qisqa bo'ladi. Bu aynan oilaviy shifoxonangizdagi shifokoringiz kimligini aniqlash yo'nalishida bo'ladi va qaysi kunlarda qabullari bo'ladi, shularni osongina aniqlab olishingiz mumkin. Buning uchun demak MyGov ilovasiga o'tasiz. MyGov ilovasi orqali ro'yxatda o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, shu yo'nalishda video yo'riqnoma kanalimizda joylashtirilgan, shu yordamida ko'rib, shu ro'yxatda o'tgandan so'ng bu xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Demak, buning uchun aynan shu asosiy yo'nalishida bizda ko'pincha so'raladigan holatdagi yo'nalishda, demak, shaxsiy uy-joy eng so'nggi qismida oilaviy shifoxona shifokori ma'lumotlari bilan tanishish degan xizmati mavjud. Xizmat bepul amalga oshiriladi va jarayonni bajarishingiz bilan avtomatik tarzda aks etadi. Biron turdagi hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilib keyingi oynaga o'tamiz. Bu yerda biz jarayonni oldin bajarib qo'yganimiz sababli bizga avtomatik tarzda o'sha shifokorimizni chiqargan, sizning holatingizda birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, aynan matematik amalni bajarish keyingi oynada ko'rinadi. Matematik amalni bajargandan so'ng mana shu kabi ma'lumotlar chiqadi. Bu yerda bizning shifokorimizni ism, familiya, otchествоsi aks etgan va umumiy qabul kunlari. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, demak, juma, shanba, yakshanba kunlari va o'sha qabul kunlari aks etgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kontentimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, bizni mehnatimizni qadrlasangiz, qo'llab-quvvatlang. Tanish-bilishlarga ulashing, umuman qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Doimiy kontentlarimizni ko'rishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat.